O'sha mashhur Dubai shokoladi bitta Reels orqali tanilganini bilarmidingiz? Dubaydagi Fix Dessert brendi asoschisi Sara Hamuda xalqaro mashhurlikka Dubai shokoladini ishlab chiqarish orqali erishdi. Sara bu shokoladni ikkinchi homiladorligi davomida shakarga bo'lgan kuchli xohishlari tufayli ishlab chiqargan. Avvaliga uning shokoladi juda kam sotilar edi, ammo 2023-yilda rossiyalik bloger Mariya Vixera ijtimoiy tarmoqlarga ASMR videosini joyladi va bu video bir kechada 80 milliondan ortiq prosmotrga ega bo'ldi va Saraning shokoladi butun dunyo bo'ylab mashhurlik darajasiga yetdi. 2024-yilga kelib Dubai shokoladi jahondagi eng ko'p sotilgan shirinlik hisoblandi. Fix Dessert brendi esa xalqaro ko'rgazmalarda yuqori nominatsiyalarda mukofotni qo'lga kiritdi. Ko'rib turganinglardek, bitta oddiy Reels sababli Sara ishlab chiqargan Dubai shokoladi trendga chiqib, uni dunyo bo'ylab tan olinishiga va shaxsiy brendini shakllanishiga olib keldi. Agarda ko'proq shaxsiy brendni foydali yuritish bo'yicha kontent tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, albatta menga obuna bo'lib qo'ying.